Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi ishimiz Nux'da, xudo xolasa 220 apparatda so'gildi. Mansard. Ko'rib turganlaringizdek 4-5 cm, stenaga 2 cm so'gildi. Xudo xolasa bir konditsionerning o'zi yetadi shu yerga. Bir konditsioner. Issiq, sovuq hech narsa ko'tarmaydi, xudo xolasa. Moshni tip so'gildi. Ineday teshikgacha qamadi, xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. İşimizga 30 yil garantiya beramiz. Sifatli tip so'gib berib ketamiz. 220 bo'lmaydi, boshqa deganlar uchun mana 220 da so'gilgan narsa. Даже 380 dan ham zo'r etib so'gib turibdi bu. Gidrolisk apparat. Gidrolika nasos bilan ishlaydi. Moy bilan. Cho'tki tip so'gib berdik, xudo xolasa.